bu narsani ayta olmayman bu videoda. Assalomu alaykum. Men ismim Dilkusho Mirzoqova. Men 23 yoshdaman. Hozirgi kunda Lingozon o'quv markazining asoschisiman. O'qishga topshirgan yilim birinchi yilda o'qishga kira olmaganman. Ota-onam yoshligimdan shifokor bo'lishimni xohlashganligi uchun tibbiyot kollejiga hujjatlarimni topshirgan. Va baribir bu soha menga kerak emas deb his qilganim uchun keyingi yil albatta shu sohani egallayman, ya'ni qayta institutga topshiraman deb keyingi yil yana harakat qilganman va Toshkent davlat sharqshunoslik universitetiga 2009-yil yigit hamrohlik va tarjimonlik faoliyati yapon ingliz tillari bo'yicha fakultetiga qabul qilinganman. 2025-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik universitetini bitirib, Webster universitetining MyEd yo'nalishida magistratura yo'nalishimni davom ettirmoqdaman. Birinchi o'quvchim 8-sinfligimda yosh qizchani o'qitganman, ketish yo'nalishida va birinchi topgan pulimga o'quvchilar uchun doska sotib olganman. Undan oldin doskam bo'lmagan paytda o'quvchilarga har biriga oq qog'ozga mavzu yozib tushuntirardim. Asosiy binoni qidirishga juda ham ko'p vaqtimiz ketdi. Mahallamiz yoshlar yetakchisi bilan birgalikda asosiy binolarni ko'rib chiqib, aynan shu binoda to'xtaldik. Asosiy binoga ko'chib o'tganimizdan keyin 5 nafar yoshlarni ish bilan ta'minladik. O'quv markazimizda hozirda IELTS, TOEFL, bolalarda ingliz tili, pochemuchka, matematika kabi fanlarimiz o'z faoliyatini olib bormoqda. Hozirgi kunga qadar ko'plab o'quvchilarimiz yaxshi natijalarga erishgan. 10 nafar o'quvchimiz milliy sertifikatdan B2 natijani, 2 nafar o'quvchimiz milliy sertifikatdan C1 natijani va 3 nafar o'quvchimiz IELTSdan 7 ballni qo'lga kiritishgan. Bundan tashqari koreys tili fanimiz ham bor va bu koreys tili bo'yicha 6 nafar o'quvchimiz topik 5-6 larni qo'lga kiritishgan. Hozirgi kunda o'quv markazimizda 60 nafardan oshiq o'quvchilar bor va biz yana kelajakda o'quv markazimizni filialini ham ochishni rejalashtirmoqdamiz. Tengdoshlarimga maslahatim, hozirgi paytda davlatimiz tomonidan yaratilib berayotgan har qanday sharoitlardan unumli foydalanib, turli kasb egalari uchun ham yaratilayotgan sharoitlardan unumli va oqilona foydalanishlarini maslahat berardim. So I advise you never give up and believe in yourself.